Yurt obodligi mahalladan boshlanadi shiori ostida umumxalq xayriya hasharlari partiyamiz tomonidan ko'tarinki ruhda tashkil etilmoqda. Jumladan 14-mart kuni partiyamiz tashabbusi bilan Toshkent davlat agrar universiteti bilan hamkorlikda Qibray tumanidagi Oybek va Bobur mahalla fuqarolari yig'inlari hududida navbatdagi xayriya hashari tashkil etildi. Hashar davomida mahallalar hududi obodonlashtirilib, chiqindilardan tozalandi. Daraxtlarga agrotexnik ishlov berilib, ularning tanalari oqlandi. O'zbekiston ekologik partiya a'zolari bilan hamkorlikda mana bugun biz hashar tashkil qilmoqdamiz va bu umumxalq hasharida hamma faol qatnashib o'zlarining hissalarini qo'shmoqda. Bizning universitetimiz mana shu mahallada joylashgan va mana shu mahallaning obodligi qaysidir ma'noda bizning zimmamizdagi vazifa hisoblanadi. Shuningdek, hududni yanada ko'kalamzorlashtirish maqsadida yangi daraxt ko'chatlari ekib chiqildi. Xayriya hasharlari nomiga munosib tarzda o'tkazilib, uning doirasida yolg'iz yashovchi boquvchisini yo'qotgan nuroniylar xonadonida ham bahorgi obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Rahmatligimiz mana bizning xonadonlarimiz, fuqarolarimiz ham chiqib qo'shilishib, hashar qilinyapti. Hamma bundan xursand. Fuqarolarning o'zi ham chiqib turib, mana yoshligi ekologik partiyasiga qo'shilib, biz ham a'zo bo'laylik deb qo'shilishdi, mana chiqishyapti, ishlashyapti, hashar tadbir olib borilyapti. Prezidentimizga rahmatligimiz, ekologiya partiyasiga, Toshkent davlat agrar universitetining o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bu esa jamiyatda mehr-oqibat, insonparvarlik va o'zaro hamjihatlik kabi qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qildi. Shu kuni yana bir muhim ekologik tashabbus O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi hamda Ajovo University in Tashkent hamkorligida tashkil etildi. Tadbir doirasida bahoriy obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, hududga yangi gul ko'chatlari va daraxtlar ekildi. Ayniqsa yoshlar ishtirokida yoshlar bog'ining tashkil etilgani tadbir ahamiyatini yanada oshirdi. Mazkur tadbirda ishtirok etgan O'zbekiston ekologik partiyasi vakillari, partiya fraksiyasi a'zolari hamda universitet o'qituvchilari ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, shahar va mahallalarni yanada obod va yashil maskanga aylantirish yo'lida bunday amaliy ishlar muhim ekanligini alohida ta'kidlashdi. Bu kabi xayrli tadbirlar yurtimizda ekologik madaniyatni yuksaltirish, tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish hamda jamiyatning ezgu maqsadlari yo'lida birlashtirishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.